Do'stlar, bugun chellenjda 4-kuni. Men ertalab yuryapman 1 soat, keyin ishni qilyapman. Bugun 4-kunga esa bugun zalga chiqmadim. Tanaga bir kun dam berdim va tuxumni kamaytirdim. 3 ta ertalab, obedga 2 ta, kechga 2 ta va boyagidek kefir, gazli suv, limonni aralashtirib uxlashdan oldin 40 minut ichyapman. Natijaga keladigan bo'lsak, bomba. Hozir 4-kun bo'lib, tanamda nima o'zgarishlar sezyapman. Nima deydi? Ancha effekti bor. O'zim hayron qolyapman. Nasib 10-kuni taroziga chiqaman, bittaga ko'raman. Hali unga chiqqanim yo'q. Bitta kun, bir kun chiqib ko'rdim. O'zi bir kundagi natija shunchalik bomba bo'ldi. Sizlar podpishkani bosib, laykni bosib qo'yaverasizlar. Ha, men tanamda o'zgarishlar, qorinda salgina og'riq paydo bo'ldi, ozgina. Sababi bu sal ochlik bo'lyapti tuxumni kamaytirganimda va o'zgarishlar shunchaki bomba. Aytgancha, kecha men tolga kun bo'yi qoraydim. Menimcha bundan ortiq qorayolmasam kerak. Nima deb o'ylaysizlar? Men necha kilo ozalaman? Men 14-15 kilo, 85 kilogacha tushmoqchiman. Yeta olamanmi shunga, yeta olmaymanmi? Komment yozib ketinglar.